Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar nafaqat shahar, balki bizning qishloqlarimizda ham o'z natijasini ko'rsatmoqda. Tuman markazidan uzoqda joylashgan bo'lsa ham, So'fidehqon mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan mana bu hududlarda ham islohotlar tubdan o'zining natijalarini ko'rsatmoqda. Aytaylik, yo'llarda o'sha ichki yo'llarni yangi qiyofa kasb etganligi yoxud aholi hududidagi o'sha ichimlik suvining yo'lga qo'yilganligi bizni juda ham quvontiradi. 25-26-yilda shu yilning o'zidayoq bizning hududimizda 30-sonli bog'cha o'z faoliyatini boshlashi nazarda tutilgan va yangi bog'cha qad ko'tarmoqda. Yana bizni eng quvontiradigan holat shundan iboratki, maktabimiz, ya'ni 18-sonli umumta'lim o'rta maktabimizning yangicha qiyofa kasb etayotganligi, kapital remontdan chiqayotganligi nafaqat biz ustozlarni, balki o'quvchilarimizni ham juda quvontiradi. Maktabimizda o'sha tashkil etilgan juda ko'p yillardan buyon orzu qilgan interaktiv doskalarning o'rnatilganligi, issiqlik tizimining zamonaviy ko'rinish kasb etganligi yoxud quyosh panellarining o'rnatilganligi shu internet tarmoqlarini doimiy ravishda yetkazib berilishini ta'minlab beradi. Mana ko'rinib turibdiki, inson omili yuqori o'ringa chiqqan islohotlar amalga oshirilayotgan mana shunday davrda yashar ekanmiz. Albatta biz ming shukronalar keltiramiz.